Lekin bu hid juda ham to'g'risi hidi konservalarnikiga o'xshar ekan. Konserva? Konserva? Nima deyapman? Konservalangan tunesga o'xshab, tosh qaychi qog'ozni yutqizgan odam oxirigacha yeb qo'yadi. Tosh qaychi qog'oz. Menimcha odamlarga mumkin bo'lmagan narsani jonzotlarga qilishmas edi, to'g'rimi? Tarjima qilishdi va ovoz berishda Xanni ishtirok etdi. Hey, suratga olishga bu yerga kel. Bu suratga olyaptimi? Salom, bu Lino. Men hozir Kimxoda ota-onam uyidaman. Men sizlarga Sundun Dorini tanishtiraman. Bu Dori. U eng kichkinasi. Qachonki uni orqasiga ursang, bu unga yoqadi. Bizning kattalik bo'yicha ikkinchimiz, Duni. U hozir juda ham jahldor. Dundun, xohlaysanmi? Yemaysanmi? Mazalimi? Dori bizda odamlarni ko'proq yoqtiradi. Shuning uchun o'ylashimcha biroz tinchlandi. Bir necha kun oldin uchalasini ham cho'miltirishgan. Suni, bu bizning eng kattamiz. Suni, hozir u 15 yosh atrofida. U qariya. Qachonki men o'rta maktabda bo'lganimda volontyorlikka borgandim. Men o'sha kuni birdaniga mushuk boqishim shartligini o'ylab qolganman. Shundan keyin yaqin atrofdagi vet klinikaga bordim va uyga kasal bolakayni olib keldim. Lekin u payt buning xarakteri juda yomon edi. Shuning uchun u muloyim bo'ladi deb ismini Suni qo'yganman. Oilada u eng kattasi. Kattasi? Katta? Men eng kattasiman, to'g'rimi? U ikkinchisi. Men kattasiman-ku, to'g'rimi? Sen bunday kiyinishing uchun necha yoshdasan? Nima bu? Bayramlarda nimalar kiyishadi-ya? O'ylashimcha taxminan mana shunday. Unga yarashar ekan. Nima? Nega sen bizni chaqaloqqa bunday deyapsan? Nima bu? Yana shlyapa bor edi. Mana shunday chiroyli. Jinnimisan? Sen jinni bo'lib qoldingmi? Ularni qo'rqishga majbur qilish mumkin emas. Buni hammasi mushuklar xonasi. Ular zerikishganda shu yerda tirnoqlarini charxlashadi. Bu ish eng mashhur rassomlar Sundun Doridan. Men shunchalik o'rganib qolibmanki, unchalik e'tibor bermas edim. Lekin qarasam bu tartibsizlik. Lekin aboylarni har doim boshqatdan yopishtirsa bo'ladi. Agar uyga yaxshilab qarasangiz, bu yerda ko'pincha narsalar mushuklar uchun. Mana shunday. Bu yerda libitlar juda ko'p ekan. U o'yinchoqni ko'rmaganimga ancha bo'libdi. U meni yoshligimdan bor. Oldin uning hidi yoqimli edi. Bu nakleykalar fotobudkadan. Men xolam va oyim bilan bo'lganman. No otda. Lekin buni ko'rsata olmayman. Mening sochlarim tepaga taralgan. Mana bunday. O'ylashimcha sochimni ukladka qilmaganim uchundir. Boshqa hech narsa yo'q ekan. Men bu rasm qanday qilinganini eslayman. O'rta maktabligimda Shahar ovchisi degan drama bor edi. U yerda aktyor Li Minho ijro etgan edi va uning soch turmagi juda ham zo'r edi. Shuning uchun men ham sochimni bir tomonga taraganman. Meni har doim sochimni shunday qirqishgan. Men shunday sochlarim bilan keling profilga shunday rasm olamiz deganman va shunday qilib bu sodir bo'lgan. Men stulda shunday o'tirgan edim. Bu qo'limga nima bo'lgan? Men qila olmayapman. Ular buni rostdan ham oldilar. 14-bog'cha. Bu nega uyda? Bu rasm axir buvimning uylarida osilib turar edi-ku. Rasmda menga ko'zimni kattaroq ochishimni aytishgan edi. Shuning uchun men ularni kattaroq ochganman. Hech qanday afsuslanish yo'q. Yuring biz ularga pora beramiz. O'ylashimcha har doim shunday bo'lar edi, lekin menimcha biroz yig'ishtirishibdi, kamera bo'lganligi uchun. Bugun menyuda tovuq go'shti, tunesli banka va file va sog'lom hojatxona vaqti uchun probiotiklar. Unday bo'lsa men retseptni ko'raman va tayyorlab ko'raman.
Mushuk uchun 4. Juda oson. Yo'q, men ularga hech qachon uy sharoitida hech nima tayyorlab bermaganman. Hozirda yaxshi tayyor mahsulotlar yetarlicha. Magazinlarda rostdan ham mazaliroq. Demak, men yeyishimga to'g'ri keladi. Balki hammamiz birga yermiz. O'ylashimcha, 2 ta tovuq go'shti yetarli bo'ladi. Diyetadagi paytimdan umuman farq qilmaydi. Bir hafta oldin juda chiroyli olcha gullari bor edi, ammo yomg'irdan keyin ko'p gullar to'kilib ketdi. Yana olcha gullaganini ko'rish uchun biz yana bu yilni yashab o'tishimiz kerak. Endi bo'lsa, qayerda edi? Qayerda edi? Men uni yaqinda ko'rgandekman. Men bu idishni sundunduriga ovqat berish uchun ishlataman. Agar idish pastda polda bo'lsa, ular ovqatlanayotganda egilishlari noqulay bo'ladi. Men past idishni o'zim uchun ishlataman. Men kecha bugungi suratga olish uchun Gucci magaziniga kirdim va ko'proq xarajat qildim. Hozirgi mendagi futbolka oddiy ko'rinishi mumkin, lekin bu detalli Gucci. 자, 이거는 Tunet va tovuq filesining aralashmasi. 안심이 섞인 Oq baliq va tovuq filesi. Lekin nega u bunday rangda? Men uni yaxshi pishirdim. 해봤어요. 그냥 진짜 Rostdan ular konservaga o'xshash hidi bor. Konserva? Konserva? Men nima haqida gapiryapman? Konservalarga tunetga o'xshab. Tosh qaychi qog'oz yutqazgan buni yeydi. Tosh qaychi qog'oz. 사람이 Menimcha odamlarga mumkin bo'lmagan narsani jonzotlarga qilishmas edi, to'g'rimi? 나중에 Balki keyinroq buni tunetga o'xshatib, memberlarga beramiz. Tovuq go'shtini shunday to'g'rab olamiz. Bunday mayda qilmasdan to'g'rasangiz ham bo'ladi. 되는데 Lekin Sunining yoshi kattaroq, shuning uchun har qanday ehtimolga qarshi masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. 세 번째로 3-chi qavatiga bunday qilib solib chiqaman. O'ylashimcha, men birinchi marotaba sundunduriga bunday ovqat tayyorlashim. 뿌듯하고 Menimcha bu zavq va quvonch olib keladi. 좋았어. Zo'r, yaxshi. Yaxshi. Ishtahali ko'rinyapti. Lekin biroz mog'orga o'xshayapti. Hamma qani? Duni, to'xta. Oy, Dori. Suni, ovqat. Ovqatlanish payti. Ovqatlanish vaqti keldi. Tatib ko'r. Xohlamasang yema. 맘마? Ovqat. Men buni sen uchun qildim. Ovqat. Ovqat. Men ularga juda mazali taom tayyorladim, chunki ulardan biror narsa so'ramoqchi edim. Shuning uchun men juda ko'p harakat qildim, lekin ular uyatchang. Xo'sh, men buni kutganim, lekin ular bunchalik uyatchang bo'lishini o'ylamagan edim. Vaqti bilan Dunini jahli chiqsa, xohlagan joyini ho'l qiladi. Shuning uchun hamma yerini yaxshilab hidlab chiqish kerak. Bu yaxshi, bunisi ham. Bittasini tanlab ber. Unday bo'lsa men 3 ta variant yozaman va sundunduridan bittasini tanlashini so'rayman. To'g'risini aytsam, oxirgi mashq qilganimga ham bir hafta bo'libdi. Men mashq deb yozib qo'ydim, lekin bu faqat kuch bilan bajariladigan degani emas. Men balki balet bilan shug'ullanarman. Men kimpoda ekanman, men sizlarga yoshligimda borgan restoranlarni ko'rsatishim mumkin. Xo'sh, gastronomik tur deb yozaman. Kimpo Kanxo oroliga yaqin bo'lgani uchun mashina haydash uchun yaxshi. Balkim keyinroq qanday haydashimni ko'rsatish yomon bo'lmas edi. Hozircha esa bu 3 tadan bittasini tanlash kerak. 도리야. Dori, mana qayerda ekansan? Menda muhim yangilik bor. Menga sizning yordamingiz kerak. Diqqat. 집중. Sir, diqqat. 집중.
자, Xo'sh, xalq, menda ovqat, mashq va mashina haydash bor. Bittasini tanlab bera 이 중에 olasizmi? 여러분이 골라주시면 됩니다. 골라주세요. Iltimos tanlang. 짠. Qaysi 뭐가 yoqyapti? 좋아? 뭐가 Qaysi 좋아? bo'lishi kerak? 자, Xo'sh, 이렇게 biz endi 준비가 tayyormiz. 됐고요. Bittasini tanla. Tanla. 골라줘. Hey, tanla. Bilaman, bu iltimos uchun poza emas. Tanla, bittasini tanla. 골라줘. Shirinlik. Nega u o'zini bunday tutyapti? Odatda bundan jinni bo'lib qolar edi. O, Dori. Dori, shu yerdamisan? 왔구나. Bu yerga kel. Surilla qol endi. Men sen uchun shirinlik olib keldim. Bittasini tanla. Ha, shunday. Bittasini tanla. 어? Biz buni qildik. 고맙습니다. Rahmat. 고맙다. U gastronomik turni tanladi. 자, Dori 이렇게 tanlaganiga 우리가 minnatdor 마침을 bo'lgan holda biz bugun yaxshi natijaga 오늘 erishdik. 이렇게 아주 좋은 결과를 얻을 수 있게 Dakoda joylari men uchun xotiralarga juda boy. 장소들을 Yeysanmi? 거야? 아. Aytdim-ku ularga o'zi tayyorlashning keragi yo'q deb. Shunchaki ularga sotib ol va buni ber. 좋아하는 Bu men yoqtirgan o'sha ovqat. Sayfiyatkalar juda to'planib ketyapti. 제가 Men borgan boshlang'ich maktab. Siz Stray bilasizmi? 야,